Oq hoshiyali kongiz Pantomoris, Traphagnattus, Lecholoma bog', qattiq qanotlilar yoki kongizlar, Chaleoptera, turkumi, uzun burunlilar yoki filcha kongizlar, Turtulionidae oilasiga mansub bo'lib, 250 ta turni o'z ichiga oluvchi Pantomoris neopattus guruhiga kiradi. Ulardan 193 tasi Janubiy Amerikada, Meksikada, 45 AQShda 11 ta tarqalgan. Oq hoshiyali kongizning vatani Janubiy Amerika bo'lib, u Meksika, AQShning Alabama, Luiziana, Missisipi va Florida shtatlarida, Argentina, Peru, Braziliya, Urugvay kabi mamlakatlarda tarqalgan. Shuningdek, bu tur Avstraliyada ham bedani kuchli zararlaydi. Bu tur birinchi marta 1937-1938 yillarda AQShning Florida shtatida topilgan, sekin-asta Missisipi, Luiziana va Alabama shtatlariga tarqala boshlagan. Imago, kongizi toq, kulrang, uzunchoq tuxumsimon, tana uzunligi 12 mm-gacha boradi. Bosh xartumchasi kalta, tukli, ko'z atrofi va mo'ylov chuqurchalari oq tangachalar va oldingi elkasi qalin jigarrang tupchalar bilan qoplangan. Cheti yumaloq. Ko'zi qora, ellipsimon shaklda. Qanoti ustlari qator-qator, sayoz oyiqchali, odatda bu oyiqchalar egachalarga o'xshaydi. Mo'ylovlari toq jigarrang tupchalar bilan qoplangan, boshi va oldingi ko'kragi bilan birga olinganda ulardan uzun. Qanoti, ko'zlari ellips shaklida, qora. Yosh kongizlarni yuqori jag qismi vaqtinchalik shoxsimon ko'rinishda. Oldining orqa qismi eni uning uzunligidan bir necha marta ortib boradi va yon tomoni buralgan. Kongiz tanasining ostki qismi qalin uzun tupchalar va kulrang oqish tangachalar bilan qoplangan. Orqangi qanotlari rudimentli, qanot usti osib chiqqan. Kongiz ucha olmaydi. Oyoqlari cho'zinchoq, qora, qalin kulrang tukli. Boldirni uchi jigarrang, eshkaklari aniq bilinib turadi. Panjasi bir oz kengaygan, pasti kulrang yostiqli. Amerikalik entomologlar va mutaxassislarni olib borgan tajriba natijalariga ko'ra, kongiz partenogenetik holda rivojlanadi. Erkak kongizni topishni iloji bo'lmagan. Tuxumi yassisimon, dastlab sutsimon oqish rangli, 4-5 kun o'tib sekin-asta sarg'ish rangga aylanadi. Lichinkasi yogon, oyoqsiz, bukilgan, sarg'ishoq rangli. Boshi oq, cho'zinchoq, etli, oldingi ko'krakka tomon biroz tortilgan, uzunligi 14 mm-gacha va 12 ta segmentdan iborat. Segmentning yuqori qismi bortmali, pastkisi yassi. Lichinkalik fazasida tuproqning 50 cm-gacha chuqurlikda qishlab chiqadi. Lichinkalar tuproqning 10 cm, ba'zan 20 cm chuqurlikda gumbakka aylanadi. Gumbagining uzunligi 10 mm-gacha boradi. Dastlab oq, keyinchalik sarg'ish tusga aylanadi. Boshi katta ko'krak tomoniga juda egilgan, keng va qisqa bosh novi va yuqori jagi yirik. Mo'ylovlari tirsakli, oldingi va orqa oyoq jufti orqasida yotadi. Peshonasi va bosh novi tikanli guruhga ega. Gumbaklik davri 15 kun davom etadi. Kongizlar havo quruq kelganida 80 kungacha tuproqda qoladi va yomg'irli kunlar boshlanganida ular tashqariga chiqa boshlaydi. Qisman kongizlar va asosan uning lichinkalari go'za, makkajo'xori, no'xat, kartoshka, eryong'oq, manzarali o'simliklarni tomiri va seretli joylarni kemiradi. Makkajo'xori poyasini diametri 6-12 mm bo'lgan yoriq hosil qilib kemiradi. Kongiz ucha olmaydi. Lichinkalari 50 sim tuproq ostida qishlab chiqadi va kongizlar o'simlik barglarining chetlari bilan oziqlanadi. AQShning Alabama shtati sharoitida mayun oylarida tuproq atrofi zich devor qilingan beshikda gumbakka aylanadi. Gumbakka aylanishi jarayoni tuproq ustidan 10 cm chuqurlikda sodir bo'ladi, ammo 20 cm chuqurlikda gumbak uchramaydi. Kongiz kunning ikkinchi yarmida soat 13-17 lar oraligida faollashadi. Kongizlarning ommaviy paydo bo'lishi iyun-iyul oylarida sodir bo'ladi, 87%. Kongizning chiqishidan to tuxum qo'yguniga qadar 37 kun o'tadi. Kongizlarning rivojlanishi tabiiy sharoitga bog'liq holda qulay havo haroratida 10 kun va noqulay sharoitda 37 kun davom etadi. Bundan tashqari qaysi o'simlik bilan oziqlanishiga qarab, ya'ni go'za bargi bilan oziqlanganda 94 kun yoki o'rtacha 133 kungacha davom etadi. Eryong'oq bargida mos ravishda 66 yoki 40-97
Otlar bilan oziqlanganda on yoki 1-22 kun davom etadi. Urg'ochilarning tuxum qo'yish davomiyligi o'rtacha 1 oy, ba'zan 2-3 oygacha cho'zilishi mumkin. Zararkunandaning jinsiy mahsuldorligi yuqori bo'lib, oziqlanishiga bog'liq holda tuxumlarni top-top qilib o'rtacha 60 tagacha va jami 2400 donagacha qo'yadi. Tuxumlar ustini maxsus suyuqlik bilan suvaydi. Tuxumlar odatda turli o'simliklarning soya tomoniga, tuproqqa tegib turgan qismiga qo'yadi. Alabama sharoitida embrion rivojlanishi 12-15 kun va undan ko'proq davom etadi. Qo'yilgan tuxum 20-21 kun, oktyabrda 63-70 kun rivojlanadi. Namlik etishmagan hollarda lichinkalar tuxum ichida hayotchanligini 2,5 oygacha saqlab qoladi va nam ko'tarilishi bilan tuxum qobigidan chiqadi. Lichinkalarning rivojlanishi 10 oydan ko'proq davom etadi. Lichinkaning rivojlanishi davomida 73 kun ochlikka va bostirilgan suv ostida 100 kungacha bardosh bera oladi. Asosan, o'simlik, tara, o'git chiqindilari ish jihozlari orqali tarqaladi. Qongizlarning boshqa qongizlardan farqi, u uchmaydi va harakatlanishi bir kecha kunduzda 16 metr va mavsumda 400-1200 metrgacha yura oladi. Karantin tadbirlar va qarshi kurash choralari. Janubiy Amerika, AQSh va Avstraliyadan keltirilgan o'simliklarni karantin qoidalari bo'yicha aniq ko'rib chiqish, o'simlikni zararsiz holga keltirish lozim.